Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova Jizzax viloyatiga tashrif buyurib, soha xodimlari bilan uchrashdi. Viloyatda ayni paytdagi ta'lim darajasi, sohada erishilgan natijalar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar muhokama qilingan yig'ilishda pedagoglar bilan ochiq va samimiy suhbat ham qurildi. Takliflar tinglandi va kelajak rejalar tuzildi. Jarayonga oid batafsil ma'lumotlar hozirgi lavhadan o'rin olgan. Mamlakatimizda ta'lim jarayoni eng muhim masalalardan biriga aylanib ulgurgan. Sohaga davlat siyosati darajasida qaralayotganligini o'tgan yilda 33 ta normativ hujjatlar, 2025-yil boshidan beri esa bir necha qaror va farmonlar qabul qilinganligidan ham bilsa bo'ladi. Ayniqsa o'qituvchi va tarbiyachilar, pedagoglarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, moddiy jihatdan rag'batlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan farmon tasdiqlanganligi soha xodimlarini quvontirdi. Bu jihatlar esa ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi har bir xodimga, rahbarlarga 2 barobar mas'uliyat yuklaydi. Ta'lim sifatini yaxshilashda yanada jonbozlik ko'rsatishni talab etadi. Tanqidiy ruhda boshlangan yig'ilishda maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova viloyatdagi ta'lim jarayoniga oid ma'lumotlar bilan bo'lishdi. Ta'limda biroz oqsash kuzatilayotgan tumanlar, maktablarni alohida ta'kidlab o'tdi. 19-mart kuni hurmatli prezidentimiz tizimimiz uchun muhim bo'lgan maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 51-farmonni imzoladilar. Ochig'ini aytish kerak, bu farmon tarixiy farmon desak adashmaymiz, chunki asosiy maqsad sohada boshqaruv tizimiga yuqori salohiyatli kadrlarni jalb etish, tizim xodimlarini munosib rag'batlantirish hamda vertikal boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish orqali sifatli ta'limga erishishdan iboratdir. Direktorlarning oylik maoshlari oshirilishi, maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirlarining oyliklari oshirilishi, o'rinbosarlarimizni tumanlarga qo'shimcha shtatlar berilishi, bu albatta tizimimizga bo'lgan katta ishonch, lekin shu bilan birgalikda bu katta mas'uliyatdir. Muloqotda viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Ulug'bek Mustafoyev ham ishtirok etib, sohaga oid o'z mulohazalari va takliflarini bildirdi. Tanqidlardan esa o'z vaqtida birgalikda xulosa chiqarish lozimligini ta'kidladi. Nima uchun o'sha ingliz tilidan 7 ball olgan, 7,5 ball olgan bola, xo'p, u pedagog diplomi yo'qdir, hali o'qimagandir. Shuni bir tatbiq qilsak bo'lmaydimi? Bir Jizzax viloyatida bir eksperiment qilib ko'raylik, o'sha o'qituvchi yetishmaydigan joyga. Ingliz tilidan dars berishini bir ko'raylik shuni. Yo'q deb o'tiraversak, o'tiraveramiz. Sardorbek shuni bir Akmal Sovurboyev bilan ko'rib, bitta maktabda bir eksperiment qilib ko'raylik, bir natija berarmikan, yo'qmikan. Bugungi tanqiddan hurmatli rahbarlarimiz, hurmatli ustozlar to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Bu har bir kamchiligimizni aniqlab, bu kamchilik ustida ishlashimiz kerak. Viloyatdagi ta'lim muassasalari rahbarlari ustozlar tomonidan mavjud muammolar yechimiga oid hamda pedagog kadrlar bilim malakasini yanada oshirish borasida yangi takliflar bildirildi. Bundan tashqari sohada amalga oshirilayotgan islohotlar rahbar xodimlarni ham qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlardan mamnun ekanliklarini bildirishdi. Jizzax shahridagi 8-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktoriman. Mana shu respublika miqyosida Singapur ta'lim tizimini o'rgatish bo'yicha bizga respublikadan kelgan mutasaddi dars o'tishdi va men Jizzax shahridagi maktab direktorlariga Singapur ta'lim tizimini o'tib berdim. Bular savol berishyapti, ayrim juda ko'pchilik narsani bilmayman Singapur ta'lim tizimi bo'yicha. Men bir nimani xohlardimki, 10 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rib kelgan maqbul degan bir fikrni aytmoqchiman. Jizzax tajribasi sifatida Singapur davlatiga jo'natsakda, uni ta'lim tizimini o'rganib kelib, o'zimizni ta'lim tizimimizga integratsiya qilsak. Rahmat, tashakkur siz uchun. Eng zo'r 10 ta o'sha KPI asosida 10 ta direktorlarimizni o'qitish, u yoq Singapurda yashashi, o'qitish dasturlarini biz qilib bersak, hokimimiz aytadilar, men biletlarini olib beraman. Va men o'ylaymanki, buni biza har yili joriy qilib, yildan yilga ko'paytirishga imkoniyatimiz bor. Faqat u sizlarga bog'liq.
Yig'ilishda nafaqat kamchiliklar, balki yutuqlar ham e'tirof etib o'tildi. Masalan, 2024-yilda eng yaxshi xorijiy til maktabi tanlovida Jizzax shahridagi 22-maktab jamoasi respublikada 1-o'rinni egallagan va 850 million so'm pul mukofoti hamda Angliyaga sayohatni qo'lga kiritgan. Jizzax viloyatida 800 dan ortiq ta'lim muassasalari mavjud. Ularda 31 mingdan ortiq o'qituvchi va tarbiyachilar faoliyat yuritadi. 2025-yilda ularning barchasini sifatli ta'limni amalga oshirishga yo'naltirish yig'ilish so'ngida kelishib olindi. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova o'rganishlari esa Sharof Rashidov tumanida joylashgan 32-sonli maktabda davom etdi.